eng sevimli patsientlarimizdan biri Dona opa mana bugun ham keldilar o'zlari hozir sizlarga живой отзыв beradilar, qanaqa qilib farzandni antibiotiksiz tuzatganliklarini aytib beradilar. Klinikangiz ochilganini eshitib sразу qizimni olib keldim. Men Zarifada 2024-yil bahor oylaridan boshlab olib kelganman qizimni. Qizimda ko'p yo'taliga podozrение bo'lgan. Zarifaxon baraka topsinlar, bez antibiotik qizimni tuzatib berganlar. Shundan beri men Zarifaga ishonaman. Keyin har xil gap so'zlar bo'lganda ham men ishonmaganman va qizimni Zarifaga ishonib olib kelganman. Lechенияda rezultat bo'lgan. Lechенияda rezultat bo'lgan. Shundan beri mana 1,5 yildan beri faqat Zarifaga olib kelaman. Boshqa hech qaysi doktorga olib bormayman. Chunki menga yoqqan tomonlari bez antibiotik lecheniya qilib davolab berganlar. Baraka topsinlar. Mashalloh, ko'z tegmas. Молодец.